Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalimiz obunachilar. 3-etajda bir xonali uy sotib olgan ekan. 4 etaj domimizning 3-etajida bo'ladi. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, lokatsiyamiz Jo'rabek salonining orqa taraflari shu yerimizdagi domda bo'ladi. Salimizdan ko'rsatib boraveramiz. Salimiz yana shunday holatda. Ochiq yoziq balkonimiz ham bor, hammamiz fonda. Yurtdan mana siz qiladi, xudo xolasa. O'rtalikda yurtdoshlar uyg'olaymiz. Yan tarafimizda yana boyni tuvalet joyimiz. Normal holatda bir xonali joy so'rab turgan yurtdoshlarimiz bor edi. Bu yerimizda yana kuxnyasi. Kuxnyaga gaz plitchalarimiz bor. Aslida gilamlar bo'shatib turibdi. Oynalarimiz ham meniki oq ekan yurtdoshlar. Xato qilamiz fonda. Buni narxini keladigan bo'lsa 225 million deb turibdi. Ozgina qaytiladi ekan, xudo xolasa. Şu an qarab telefon olasizlar. Ekranimizda berilgan nomerlarimizga bemalol telefonga sotiladi. Mulklar bo'lsa bemalol telefonga sotish yordam beramiz. Kimda kim mulkni sotsak bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqarasizlar. Hushimboy uy-joy kanali hisoblanadi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.